2027 yilgi Kia Campervan zamonaviy sayohatni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan eng qiziqarli konseptlardan biri hisoblanadi. Kia so'nggi yillarda elektr platformalar va Purpose Build Vehicle (PBV) texnologiyalariga katta e'tibor qaratmoqda. Shu sababli ushbu Campervan modeli nafaqat oilaviy sayohatlar, balki uzoq masofali sarguzashtlar, dam olish va mobil ofis sifatida ham xizmat qilishi kutilmoqda. Hozircha Kia tomonidan 2027 yil nomi ostida to'liq ishlab chiqarish modeli rasman taqdim etilmagan. Ammo kompaniyaning P5 lik Camper va boshqa PBV loyihalari kelajakdagi Campervan qanday bo'lishi mumkinligi haqida muhim tasavvur bermoqda. Avtomobilning tashqi ko'rinishi futuristik LED kunduzgi chiroqlar, aerodinamik kuzov, katta panoramali old oynalar va zamonaviy ikki rangli dizayn bilan ajralib turadi. Yuqori tom qismi qo'shimcha yashash maydonini yaratish uchun balandroq ishlangan bo'lib, uzoq safarlarda qulaylikni sezilarli darajada oshiradi. Yon eshiklarning elektr sirpanish tizimi kirish va chiqishni osonlashtiradi. Orqa eshik esa keng yuklash maydonini taqdim etadi. Interyer haqiqiy mobil uyga o'xshaydi. Ichkarida aylanuvchi old o'rindiqlar, yigiladigan stol, ixcham oshxona, mini muzlatgich, induksion plita, suv baklari, yuvinish joyi va 2 kishilik qulay yotoq bo'lishi kutilmoqda. Bundan tashqari ichki LED yoritish, ko'plab saqlash bo'limlari, USB portlari va simsiz quvvatlantirish funksiyasi uzoq sayohatlarni yanada qulay qiladi. Kianing Adgear modulli tizimi foydalanuvchilarga salonni ehtiyojlariga mos ravishda o'zgartirish imkonini beradi. Texnologiyalar jihatidan 12.9 dyumli sensorli multimedia ekrani, Android avtomotiv operatsion tizimi, raqamli instrument paneli, ovozli boshqaruv, simsiz Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlashi, ota dasturiy yangilanishlari hamda sun'iy intellekt asosidagi yordamchi funksiyalar kutilmoqda. Premium audio tizimi va 360 darajali kamera haydovchi uchun qo'shimcha qulaylik yaratadi. Harakat qismi zamonaviy elektr platformaga asoslanishi ehtimoli yuqori. Turli sigimdagi batareya variantlari, tezkor quvvatlash, vehkletolot va 2 yil funksiyasi va bir marta quvvat bilan uzoq masofani bosib o'tish imkoniyati Campervanni sayohat uchun juda mos qiladi. Va 2 yil texnologiyasi orqali lagerda elektr jihozlari, notebook yoki boshqa qurilmalarni avtomobil batareyasidan ishlatish mumkin. Xavfsizlik tizimlari ham zamonaviy bo'lishi kutilmoqda. Adaptiv kruz nazorati, favqulodda avtomatik tormozlash, bolakni ushlab turish yordamchisi, kor nuqta monitoringi, orqa harakatni kuzatish, to'xtash yordamchisi, ko'plab havo yostiqchalari va mustahkam kuzov konstruksiyasi haydovchi hamda yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Yuk sigimi ham Campervan uchun muhim afzalliklardan biri bo'ladi. Velosipedlar, lager jihozlari, sport anjomlari va sayohat uchun kerakli buyumlarni bemalol joylashtirish mumkin. Moslashuvchan o'rindiqlar tufayli ichki makon turli ehtiyojlarga qarab o'zgartiriladi. Narx va taqdimot sanasi bo'yicha Kia hali rasmiy ma'lumot bermagan. Shu sababli internetda uchrayotgan 2027 yil narxlari yoki aniq texnik ko'rsatkichlari tasdiqlanmagan. Kelajakdagi ishlab chiqarish modeli kompaniyaning PBV oilasi asosida shakllanishi kutilmoqda. Agar siz zamonaviy dizayn, elektr texnologiyasi, oilaviy sayohatlar va kelajak avtomobillariga qiziqsangiz, 2027 Kia Campervan siz uchun juda qiziqarli model bo'lishi mumkin. Ushbu avtomobil qulay yashash maydoni, ilg'or texnologiyalar va ekologik elektr harakat tizimini birlashtirib, kelajak sayohatlarning yangi standartini yaratishga intiladi.